O'zbekiston. 2022-2025 yillar oralig'ida bu yerga Rossiya va Ukraina kabi mamlakatlardan yuz minglab odamlar ko'chib keldi. Ko'pchiligi shu yerda qolishga qaror qildi. Nega aynan O'zbekistonni tanlashgani, qanday qiyinchiliklarga uchragani va ko'chish qanday o'tganini bilish uchun. Biz turli insonlar bilan suhbatlashdik hamda iliq va og'ir kechinmalarni tingladik. Shuningdek, bu yerga boshpanasiz va pulsiz kelib qolgan 15 nafar relakantni o'z uyidan qo'nim topishiga yordam bergan mahalliy yashovchi ham filmimiz qahramoniga aylandi. Bu film siyosat haqida emas, odamlar to'g'risida. Boshqa mamlakatga ko'chishdek og'ir qarorni qabul qilgan insonlar to'g'risida va ularni bu yerda kutib olib, qiyin damda yordam qo'lini cho'zgan insonlar haqida. Hozir siz tomosha qiladigan filmda ikkita oddiy vazifa ko'zda tutilgan. Birinchidan, O'zbekiston haqida shakllanib qolgan barcha yolg'on qarashlarni yo'qqa chiqarish. Ikkinchidan esa, ular uchun mutlaqo begona bo'lgan mamlakat qanday qilib yangi uyga aylana olganini ko'rsatish. Biz siz bilan kadr ortida biroz suhbatlashib oldik. Umuman, avval nima bo'lganidan boshlamoqchiman. Ungacha hayot qanday edi? Nima qilgansiz? Qayerda? Bungacha men onalik hayotini kechirardim. Ikkita farzandim bor edi, Xudoga shukr. Hozir ham bor, lekin ular kichkina edi. O'sha paytda biz 1 yildan beri Kiyevda yashayotgan edik. Kiyevda yashayotganimizga 1 yil bo'ldi, chunki bundan oldin biz boshqa joylarda, boshqa mamlakatlarda yashardik. Va bu shunday bir maromli hayot edi, sokin. Asosan Ukrainada tug'ilib o'sgansiz-a? Ha. Xo'sh, men tug'ilib, maktabda o'qib, institutni tamomlaganman. O'zim men kichik bir shahardan, Poltava viloyatidanman. 18 yoshimda Kiyevga ko'chib o'tganman. Va o'sha yerda o'z hayotimni yo'lga qo'ya boshlaganman. Artyom, siz O'zbekistonda yashayotganingizga 5 yil bo'ldi. Shu yil marta 5 yil bo'lsa kerak. Ha, lekin Ukrainada tug'ilib o'sgansiz-a? Ha, Kiyevda, Ukrainada tug'ilib o'sganman. Bu yerda ishlash taklifi qachon tushgan edi? Bu voqea fevralning oxiri, martning boshlarida roppa-rosa 5 yil oldin bo'lgandi. Meni LinkedIn orqali topib qo'ng'iroq qilishdi va O'zbekistonda rivojlantirish uchun startup, ya'ni marketplace loyihasi borligini aytishdi. Biz qisqacha suhbatlashdik. Shundan so'ng loyiha egasi bilan uchrashuv bo'ldi. Tabiiyki masofadan. Keyin esa texnik vazifa berildi. Va yana bir qo'shimcha ish suhbati ham bo'ldi. Ikkinchi ish suhbatdan keyin esa Toshkentda, O'zbekistonda ishlashni boshlash uchun taklif qilishdi. Bungacha O'zbekiston yoki Toshkent haqida nimadir bilarmidingiz? Omadim keldi. Men 2016 yilda bu yerga uchib kelganman. Shu sababli bu taklif tushganda ko'p o'ylanib o'tirmadim. Darhol rozi bo'ldim. Oila a'zolarim bilan gaplashdim. Nega endi yo'q? Sinab ko'ramizchi dedim. Chunki bu yerga ilk kelganimda dastlabki 3 oy o'zim yashadim. Bu aytish mumkinki sinov muddati edi. Va o'z turmushimni yo'lga qo'yayotgan edim. Shundan keyin hammasidan o'tganimizga ishonch hosil qilgach, taxminan iyun oyida oilamni olib hammamiz bu yerga uchib keldik. It bilan ham. O'sha lahza yodingizdami? Ketish kerak bo'lishi mumkinligi haqida ilk bor o'ylagan paytingiz. O'sha lahzada nimalarni his qildingiz? Yaxshiman. Men 19 yoshimdan beri doim qayerlargadir ketib yurardim. Faqat vaqti bilan qaytib turishim kerak edi. Men o'zgarishlarni yaxshi ko'raman. Menga qandaydir noaniqlik hissi yoqadi. Lekin ayni paytda bu holat meni biroz qo'rqitadi ham. Ammo men doim qo'rqinchli tuyulgan tomonga qadam bosaman. Mana, masalan, biron sababga ko'ra qayergadir ko'chishni rejalashtirayotganimni bilib qolaman. Chunki ko'chishga sabablarning bari aslida bir marta o'z xohishim bilan ketganman. Keyingilar esa turmush o'rtog'im bilan bog'liq bo'lgan.
Xullas qayergadir ko'chayotganimizni bilib qolaman-u, o'sha yerga ko'chib ketaveramiz. Men voy zo'r. Keyin biror ishni boshlaganingizdan keyin ma'lum vaqt o'tib qayerga, nima deb tahlil qila boshlaysiz va shunda allaqanday qo'rquvlar paydo bo'ladi-da, yo'q, shu yerda yaxshiroq edi, u yerda esa aftidan unchalik yaxshi bo'lmaydi degan o'yga borasiz. Lekin men har safar o'zim bilan o'zim gaplashib, tepada Parvardigor borligiga o'zimni ishontiraman. Va u baribir bizni o'zimiz uchun yaxshiroq bo'lgan joyga yo'naltiradi. Aytgancha, intervyu haqida kelishayotganimizda, siz menga aslida so'nggi reysda mutlaqo tasodifan uchib ketib, O'zbekistonga kelib qolganingizni aytgandingiz. Qanday edi? Bu nima? Biz shunday rejalashtirgandik. Erim mendan 3 oy oldin, dekabrda ketgandi. 22 yildami? Yoki 21? 21 sanada. Ha. Uning ortidan bolalarim bilan ko'chib borishim kerakligini muhokama qilyapmiz. Ko'chish vaqti yaqinlashgani sari ichimda bir g'alayon boshlandi. O'zbekiston haqidagi qanaqadir ko'rsatuvlarni ko'ra boshladim. Rosti, hech narsani bilmasdim. Faqat shirin mevalar, pomidor bodringlar. Hamma sabzavotlar. Mamlakatingiz haqida bilganim shu. Va albatta ko'chish kuni yaqinlashgani sari rosa asabiylashdim, xavotirlandim. U bilan urushib ham qoldik. Oxiri shunaqa cho'qqiga chiqdiki, u bo'ldi, ketish kerak dedi. Biz janjallashishni boshlab ham yubordik. Men esa bu yerda juda xafaman. Qarindoshlarim hamma yonimda. Shunchaki o'sha paytda sen. Men uchun oilaning qadri juda baland va har doim qandaydir muhim voqealarni, imkoni bo'lsa, arzimaslarni ham birga nishonlashga harakat qilaman. Va albatta, men buni qila olmasligim meni ko'proq to'xtatib turardi. Doim yaqinlarim yonida bo'lishni. Xullas. Keyin biz rosa janjallashdik. Esimda o'sha kun yakshanba edi. Men xo'p chipta olyapman. Samolyot esa haftada bir marta uchardi. Skype chorshanba kuni uchdi. Keyin yakshanba kuni shunchaki chorshanbaga bilet oldim. Ya'ni 2 kundan keyinmi? Narsalarim yig'ilgandi. Dadamdan so'radim ularni. U ijaradagi kvartira edi. Dadam keyinroq ularni olib ketishlari uchun. Vaqti bo'lganda. Biz chorshanba. Hamma kuzatdi. Xolam va dadam bor edi. Va biz uchib ketamiz. Samolyotda o'tirganingizda aslida o'zingiz uchun notanish bo'lgan bir mamlakatga uchib ketayotgan bo'lasiz. Ya'ni, aytganingizdek, bu mamlakat haqida nimadir ko'rib bilgansiz, lekin avval bormagansiz. Nima sezdingiz? Ya'ni bu noma'lumlikka qilingan bir sakrash edi. Hozir quruq salfetkangiz bormi? Ha. Bu noma'lumlikka sakrash, lekin men bunga umuman olganda ochiqman. Bu menga qiziq. Men hali biror narsani ko'rmagan va bilmagan bo'lsam, odamlarga va joylarga hech qachon tamg'a bosmayman. Shuning uchun bu men uchun qandaydir g'aroyib tuyulgan edi. Arafasida seshanba kuni bir tanish qizim bor edi. U bilan qandaydir onlayn kursda birga o'qirdik. Nima kurs ekanligi esimda yo'q. Biz shunday yuzaki gaplashib qoldik va men uning o'zbekligini, lekin umrining ko'p qismini Fransiyada o'tkazganini bilib oldim. Men unga yozyapman, aytyapman, tasavvur qilyapsizmi? Olga, adashmasam, ismi Olga, nega u o'zbek ekan? Xullas, u balki Olga emas. Bu yerda noto'g'ri ma'lumot beryapman. U asli o'zbekistonlik, faqat bu yerdan ketgan. Men unga vaziyatni tushuntirdim. U bo'lsa Zasha, nima deyapsiz dedi. Axir bu juda go'zal mamlakat-ku. U yerdagi odamlar esa juda ajoyib. Va u menga u hech narsadan qo'rqma dedi. Hammasi yaxshi. Seni iliq kutib olishadi. Va buni va uni va shuni. Keyin u meni shunaqangi ruhlantirib yubordiki, men ham ha bo'ldi deb qoldim. Yaxshi bo'ladi. Ha. Ya'ni u shunaqa. Bir marta telefonda gaplashmadim. Bizni bog'lab turadigan boshqa hech narsa qolmadi. Ya'ni o'sha paytda shunaqa bir odamga duch keldim. Aytyapman-ku, o'shanda tepadan menga yordam kelgan shekilli. Mana gaplashib oldim-u, shu bilan yengilgina uchib ketdim. Bu yerdagi ilk kun esingizdami? Qanday o'tgan? G'amgin. Gapirib bering. Urush boshlandi. Biz uchib keldik. Vaqt esimda yo'q. Reys oxirgisi edi. Ukrainadan boshqa reyslar yo'q edi.
Vaqt farqi esa 3 soat edi. Biz bo'lsa ertalab soat 8 da uyg'ondik. Ertalab soat 5 da esa umumiy oilaviy chatda urush boshlanganini bilib oldim. Shuning uchun rostini aytsam esimda yo'q. Nima his qildingiz? Fikr nima edi? Qaytishmi? Faqat qaytish kerak. Yaqinlarimning yoniga. Yaqinlaringiz qanday munosabat bildirishdi? Nimaga? Qaytish istagingizga. Yo'q, albatta, hamma qarshi bo'ldi. Darrov aytishdi, bu haqda o'ylab ham o'tirma. Hammasi joyida, hozir tugaydi. Mana bo'ldi ham. Shu yerlarda quruq salfetkalar bor edi. Qanday qilib? O'sha ilk kunlarda qanday yashadingiz? Xullas, menimcha men shunchaki kun kechirib yurganman. Chunki farzandlar bor, ular oldida mas'uliyat bor. Esimda o'zimni ovqat pishirish bilan ovutardim. Quymoq qildim. Tinmay yeyilgan. Bolalarim, erim ovqatlanishdi. Men bo'lsa faqat pishirdim. Pishirdim, yig'ishtirdim, pishirdim. Yaqinlarim bilan telefonda gaplashib, yangiliklarni kuzatib o'tirdim. Xullas, umuman olganda, bu voqealarga daxldor bo'lgan ko'pchilik odamlar ham shunday qilgan bo'lsa kerak. Bu adashmasam 20 yoki 21 mart sanalari edi. Uchib kelganimda meni aeroportda kutib olishdi va ofisga borishdan oldin tushlik qilib, osh yeb olishim uchun darhol olib ketishdi. Yetib kelganimda odatda yangi kelgan odamning qanday ovqatlanishiga qiziqib qarashadi. Menga sanchqi bilan qoshiq berishdi. Men tabiiyki sanchqini oldim. O'shanda meni kutib olgan ofis menejer bir xil g'alati iljayib qo'ygandi. Xullas ovqatlanib bo'lgach, ofisga bordik. U yerda kompaniya direktori va o'sha paytga kelib yig'ilgan jamoa bilan yuz ko'rishdim. Jamoada odam kam edi, taxminan 6-7 kishi. Birinchi kun shunchaki tanishuv bilan o'tdi. Notebook berishdi. Qayerdaman, nimaman deb o'tiribman. Darhol ofisga borib, hamma bilan tanisha boshladim. Yaqin 2-3 hafta ichida nimalar bilan shug'ullanishimni rejalashtiryapman. Valentin, Siz 4 yildan beri relakantlar uchun kanal yaratib kelasiz. YouTube, Telegram. Telegramda juda ko'p odam o'tiradi. Rossiyaliklar, ukrainlar, belaruslar, xullas har xil odamlar. O'zbeklar ham. Taajjubki. Umuman bunaqa kanal ochish g'oyasi qayerdan paydo bo'ldi? Telegram chat yaratish g'oyasi hammaga manzilli javob berish zaruratidan kelib chiqdi. Odamlar YouTube'da savollar bera boshladi. Ba'zilarda turli, hatto hammaga ko'rsatib yozish no'rin bo'lgan shaxsiy muammolar ham bor edi. Kimdir yordamga muhtoj, kimdir PinFL email slot ro'yxatdan o'tkazish kabi bir xil narsani so'rardi. Men bu muloqotni qandaydir yopiqroq, xufiyona bir muhitga ko'chirish kerakligini angladim. Avvaliga chatimiz pullik edi, arzimas pul turardi-yu, lekin baribir pullik edi. Odamlar ko'paya boshlaganda esa ularning bir-biriga yordam berayotganini tushundim. Gap shundaki, ular o'zaro yordamlasha boshlagach, men bu chatni bepul qilib qo'ydim. Hozirda u yerda 1700 kishi bor va men u yerga kamdan kam kiraman. Odamlar o'zi yordamlashyapti. Bizda to'plangan savollar bazasi bor. Pasport olish uchun vizaranni qanday qilish bo'yicha qandaydir tajriba. Ya'ni g'oya shunchaki YouTube'da odamlarga tezda yordam berib bo'lmasligidan kelib chiqdi. YouTubechi. YouTube'da kanal ochish g'oyasiz bu yerga ko'chib kelganimdan keyin paydo bo'ldi. Bu yerga kelib odamlarning mehmondo'stligidan hayratlandim. Mana bu osmono'par binolardan, Toshkent City'ning ulkan imoratlaridan lol qoldim, vaholanki ularni o'zim qurganman. Bu qurilishga sho'ng'ib ketdim. Yordam berishdi. Viza ham hech narsa kerakmasligini ko'rdim. Shu haqda gapirib bergim keldi. Birinchidan, bu bo'shliq band emas edi. Men birinchi relakant blogerman. Aynan men biror narsa olish uchun qanday hujjatlar kerakligi, uy joyini qanday ijaraga olish, qandaydir shartnomalar tuzish, qandaydir huquqiy asoslar
Mana shu narsalar haqida gapirib berganman. Go'yoki bu MDH mamlakati, Rossiya va O'zbekiston bir xildek tuyuladi, lekin qandaydir huquqiy jihatlarga duch kelganingizda hamma narsa butunlay boshqacha ekan. Qolaversa, aytib o'tmoqchimanki, bu borada O'zbekiston Rossiyadan o'zib ketgan. Ya'ni rossiyalik bu yerga kelganida nimagadir tayyor bo'lmaydi va bu haqida unga aytib berish, yo'l yo'riq ko'rsatish, o'rgatish kerak. Shunda o'ylab qoldim, attang, butun bir bo'shliq egallanmagan ekan-ku, kanal ochsa bo'lar ekan. Bu yerga ko'chib kelayotgan ukrainlar, belaruslar, rossiyanliklar, xullas, rus tilida so'zlashadigan har qanday kishiga juda katta foyda keltiradi. Qaysi masalalar bo'yicha ko'proq murojaat qilishadi? Uy-joyni qanday ijaraga olish kerak, qayerdan ijaraga olgan yaxshi, qaysi tumandan email slotni qanday ro'yxatdan o'tkazish, telefonni ro'yxatdan o'tkazish kabi savollar qiziqtiradi. Hozir telefonni olib kirish uchun, ya'ni rastamochka uchun yana boj joriy qilishdi. Bolalarni maktablarga, bolalar bog'chalariga joylashtirish. Xullas, shunaqa oddiy maishiy masalalar. Hatto choyshabni qayerdan sotib olsa bo'ladi, deb ham so'rashadi. Ya'ni boshida bunday guruh tuzilishidan, shunday auditoriya shakllanishidan oldin siz o'zingiz bu odamlarga maishiy masalalarda yordam berganmisiz? Birinchi bo'lib o'zim yordam berganman va hozir ham yordam beryapman. Hozirgacha vaqtim bo'lsa, o'zim javob beraman. Bilasizmi, shunaqasiga 20-30 kishi birlashib o'zakni tashkil qildi. Eng faollari. Ular doimiy ravishda onlayn bo'lib, kimdir doim yordam berib turadi. Lekin ular ham shu yerda yashab, boshqalarga yordam berayotgan o'sha relokantlarmi? Asosan ham mahalliylar ham bor. Aytganimdek, mahalliy aholi juda mehmondo'st, ular doim mehmonlarga yordam berishga harakat qiladi. Umuman, qiyin damda mahalliylar doim yordam beradi. Men ham buni o'z tanamda sinab ko'rganman. Ular Telegram kanalimizda ham bor va ma'lumot berib turishadi. Ular ham yordam beradi, hayotda faol qatnashadi. Hamma narsa mutlaqo bepul asosda qilinadi. Bizniki notijorat tashkilot, hech kimdan pul olmaymiz va hech kimga pul bera ham olmaymiz. Lekin shunday bo'lsa-da, ba'zan bizga pul o'tkazib turadigan homiylarimiz bor. Shu pullarga birgalikda qayergadir borib kelamiz. Odam boshqa davlatga ko'chgan, hozircha puli yo'q, ijarada turadi. Qayergadir borib dam olgisi keladi. Shunda bir nechta odam ma'lum bir ekskursiya uchun, aytaylik, o'sha avtobus ijarasiga pul tashlashadi. Ya'ni bizning chatimizda bor odam biz bilan biror yerga bepul borishi mumkin. Shu kabi maishiy masala va muammolardan tashqari, o'zaro shaxsiy mavzularda ham shunchaki suhbatlashib turasizlarmi? O'zaro aloqa yoki munosabatlarni saqlab turasizlarmi? Bizda har oyning birinchi shanbasida offlayn uchrashuvlar ham bo'lib turadi, ularga xohlagan odam kelishi mumkin. Gapingizni bo'laman, u yerda faqat rossiyaliklar emas. Har kim. U yerda biznikida ukrainlar ham bor. Masalan, bir ukrainalik tez-tez kelib turadigan mehmonimiz. Yana bir belarus esa sayohatlarni tashkil etishda yordamchim. Yana qaysi mamlakatlardan odamlar bor edi. Asosan, Ukraina, Belarus, Rossiyadan rossiyaliklar ko'proq. Ular offlayn va onlayn muloqotda ham o'zaro gaplashib turishadi. Hatto bunday uchrashuvlarda suhbatlashib, ish topganlar bo'lgan. Dasturchim, bizga ham aynan shuni qiladigan odam kerak. Va ular bir-biri bilan mos tushib, o'zaro kelishib olishadi. Suhbatlar, bir-biriga yordam berish. Bu ham bor. Insonga biror joyda yolg'iz bo'lish qiyin. Ayniqsa bu yerda yolg'izman. Hozir bular mening do'stlarim. Va yana men ular uchun kimlar uchundir do'stman. Aynan offlayn keladigan, biz allaqachon taniganlar uchun. Chunki baribir qandaydir psixologik qo'llab-quvvatlash, yordam kerak bo'ladi. Gohida xafa bo'lsang, do'stlar borligini bilasan. Shunaqa bir networking. Shunaqa. Do'stlar, davom etishdan oldin shuni aytib o'tsam, keyingi mehmonimiz o'z uyida 15 nafar relokantni qabul qilgan inson. U yuzini ko'rsatmaslikni so'radi, biroq uning hikoyasi aytilmay qolishi uchun juda muhim. Hammasi hayotimning kunlaridan birida uzoq vaqt ishlagan joyimizdan ayrilib qolishimizdan boshlandi. Bizning eski joyimizni, eski ofisimizni qaysidir kompaniya, qandaydir investor sotib oldi va biz hayotimizning ma'lum bir davrida ishsiz va ofsiz qoldik. O'shanda juda qiyin bo'lgan, men ichimda duo qilib, agar ishlarim yurishib ketsa va o'zimning ishlaydigan bir burchagim bo'lsa, deb so'rardim. Bunday mushkul ahvolga tushib qolgan har bir insonga yordam beraman. Kunlarning birida, mutlaqo tasodifan, yaqin do'stim, juda yaxshi o'rtog'im menga yordam berib qoldi.
Shunchaki beminnat yordam berib, mana senga ish joyi, ishlayver dedi. Bu chinakam mo'jiza edi. Oradan ancha vaqt o'tadi. Ko'chada yurib, bozorning yonidan o'tayotgan edim. Bir kishi u yoqdan bu yoqqa yugurib, goh u odamdan, goh bu odamdan nimadir so'rayotgan ekan. Aynan mahalliy emasligi bilan ajralardi. Biz-ku o'zimizning slavyanlarni, ruslarni taniymiz. Ular bizga o'rganib ketishgan. Ko'zga tashlanishmaydi. Bir umr birga yashab kelganmiz. Bu rosa ajralardi. Men uning yoniga borib, "Yigit, sizga nima yordam kerak? Nima bo'ldi?" deb so'radim. Shunday deganim hamon uning ko'zlari yonib ketdi-da, "Bilasizmi, vaziyat bunday bo'lib qoldi. Men adashib bir bekat oldin tushib qolganga o'xshayman. Bizda Shilonzor metrosining yonida kunlik ijaraga uy beradigan bozor bor-ku, o'shanga kelayotgan edim. Adashib bir bekat oldin tushib qoldimmi, nima bo'ldi bilmayman. Ertaga men uchun ajratilgan joy bo'shaydi. Shekilli, mehmonxonadan xona olgan edi. Menga bir kunga joy kerak edi dedi. O'sha paytlari, bilasiz, shunaqa bir davr ediki, hamma mehmonxonalar, otellar va hostellar relakantlar, muhojirlar va sayyohlar bilan liq to'la edi. Men ularga "Xo'p, yur unday bo'lsa" dedim. "Qayoqqa boramiz deyman-u, yur menikida qolasan" dedim. Qizig'i, men uning ismini ham, qayerdanligini ham so'ramabman. Yigitning qiyin ahvolga tushib qolgani ko'rinib turardi. Olib keldim, yedirib ichirdim. "Xohlasang cho'mil" dedim. Keyin suhbatlashdik. U Rossiya Federatsiyasidan ekan. Chet elga chiqamsan deb undan so'radim. U hech qayerga chiqmaganini aytadi. Men unga yana qanaqasiga axir deyman. Osmoniga qarab, hech kimni tanimay bilmay turib, begona mamlakatga, begona madaniyat, mentalitetga shunday otlanishga qaror qilibsan desam, menga ota-onasi maslahat berganini aytdi. Negaki, uning buvi bobolari o'sha yerda evakuatsiyada bo'lishgan ekan. Ota-onasi unga, "Ha, ikkinchi jahon urushi paytida buvi bobolaring evakuatsiyada bo'lishgan. O'sha og'ir, murakkab zamonda buvi bobolaring o'sha yerdan o'z o'rnini topishgan. Ularga boshpana berib yordam qilishgan. Aslida sening qo'rqadigan hech narsang yo'q" deb aytishibdi. Aytish mumkinki, hammasi o'sha odamdan boshlangan. Undan keyin mish-mishdek tarqaldi. Mish-mishlar orqali, kimdir o'zi menga yozgan aytishicha, "Mana siz yordam bergansiz, o'sha yerda kutib olasizmi? Menda shunaqa vaziyat. Men esa, "Qani, kelaver, qayerdasan?" deganman. Odamlar kelishgan, hech kimni e'tiborsiz qoldirmaganmiz. Tushunaman. Bir paytlar shunday vaziyatda, ya'ni muhojirlikda bo'lgan odamga qiyin. Mehnat muhojirligida. Kimdir chegaradan piyoda o'tgan. Kimdir esa duch kelgan birinchi chiptani olib bu yerga kelgan. Kimdir haligacha O'zbekistonda ishlayapti. Shu yerda o'z o'rnini topgan. Kimdir uylangan, balki oila qurib ham olgandir. Bundaylarni bilamiz, eshitganmiz ham. Boshqa madaniyat, boshqa mentalitet va odamlar yashaydigan mamlakatga borganingizda bu borada qanday taassurotlar olgansiz? Yodimda. Biz asta, sekin ko'chaga chiqa boshladik. Men bozorlarga. Biz istirohat bog'lariga chiqa boshladik. Faqat turmush o'rtog'im bu yer musulmon davlati bo'lgani uchun o'zingni odob bilan tutishing, shunga yarasha kiyinishing kerakligini aytardi. O'zimni odobsiz qiz demayman-u, lekin baribir farqi bor. Yana boshqa narsa bu oq mashinalar. Nega faqat oq mashinalar ekani qiziq tuyuldi. Ya'ni o'sha paytda hali faqat oq mashinalar bor edi. Aynan shu joyi juda muhim. Ketyapman. Oddiy bir uy. Eski uy. Esimda yo'q qanaqadir. 5-6 qavatlidir. Uyning yon tomonida qandaydir chiroyli naqshlari bor. Birinchi qavat. Atirgullar bilan o'ralgan panjarasi bor. So'rda bir o'zbek erkak yotibdi. Atirgullar ichida hayotdan zavqlanib yotganini ko'rib. Men shunday mumkinmi? Bu men uchun vau edi. Birinchidan qanaqasi? Ya'ni go'yoki kvartirada yashaysan-u, shu bilan birga o'zingning shaxsiy bog'ing ham bor. Eshiting, umuman olganda nolishim gunoh. Meni iliq kutib olishdi. Qolaversa,
Men o'zimni urushdan qochgan qochoq deb hisoblamayman. Aslini olganda hammaga aytaman, men o'z xohishim bilan ketganman. Keyin shunchaki yashash kerak, yashashda davom etish kerak degan qarorga kelgan bir davrim bo'ldi. Dekretgacha esa men qosh ustasi. Vizajist bo'lib ishlaganman. O'zimning salonim bor edi. Keyin o'yladim, xo'sh, nima bilan shug'ullanishni xohlayman? Masalan, agar ertangi kun bo'lmasa, bugun qosh bilan bog'liq nima qilishni istardik? Va men salonga ishga boraman. Bu Toshkentdami? Ha, Toshkentda. Iyun oyimi. Ha, 22 yil. Ko'pchilik kelib, meni shunchaki bag'riga bosib, biz sizga juda hamdardmiz, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga nima kerak, qanday yordam kerak deyishardi. Shu bois mahalliy aholi bilan bu uchrashuv men uchun juda iliq bo'ldi. Xullas, keyingi muloqotlar va umuman bu yerdagi hayotim shunday boshlanib ketdi. Men bu yerda o'zimni chindan ham uydagidek his qilyapman. Har safar Kiyevga uyga uchayapman deyman-u, keyin ura Toshkentga uyga uchayapman deb qolaman. Bu yerdagi devorlar ham meni istayotgandek. Boshida qandaydir qiyinchiliklar bo'ldimi? Ya'ni, bu yerga kelgan dastlabki oylaringizda. Yaxshi savol. O'ylashimcha, hech qanday qiyinchilik bo'lmagan. Chunki men darhol boshim bilan ishga sho'ng'ib ketganman. Shuning uchun ishdan chalg'itadigan hech narsa bo'lmagan. Hatto o'z hamkasblarim bilan suhbatlashganimda ulardan shunday fikr eshitdimki, go'yo Artyom biz bilan bir oy emas, ancha ko'proq vaqtdan beri birga yurgandek. Menga bu yerdagi odamlarga bo'lgan munosabat juda yoqadi. Seni begona deb bilish yoki begonasirash, o'zimizniki emas deyish kabi holatlar yo'q. Bu yerda ancha yashab qo'yganingdan keyin odamlarning aksariyati juda ochko'ngil va mehmondo'stlik bilan munosabatda bo'lishini ko'rasan. Ukrainada ham ish boshlaganimda shunday bo'lgandi. Ya'ni u yerda ham senga begona yoki o'zimizniki emas deb qarashmaydi. Sizni eng ko'p hayratlantirgan 3 ta narsani ayting desa, nimalarni aytgan bo'lardingiz? Birinchisi bu kichkina bolalarga bo'lgan munosabat. Juda ham iliq. Ya'ni shunaqa holat yo'qki. Bola e'tibordan chetda qolmaydi. Ya'ni mutlaqo begona odam bo'lsangiz ham, kimdir kelib bolaning boshini silab ketishi mumkin. Mening kichik o'g'lim o'zi malla sochlari sarg'ish edi-da, shunga uni ushlab ko'rishardi, erkalatishardi. Hatto savdo markazlaridagi qo'riqchilar ham. Ya'ni bu Ukrainadagidan ancha farq qiladi. Ikkinchi yodimda qolgan va xayolimga o'rnashib qolgan narsa juma namozi bo'ldi. Men Turkiyada bo'lganman, lekin odamlarning juma namoziga bunchalik ommaviy borishini va yig'ilishini hech qachon ko'rmagan edim. Odamlar ofisdan joy namozlarini olib chiqib ketishardi va birozdan so'ng qaytishadi. Bu men uchun kutilmagan hol bo'ldi. Hech qachon shunday bo'lishi mumkin deb o'ylamagandim. Uchinchidan, tanishlarni mehmon qilishni juda yaxshi ko'rishadi. Ba'zan tushlikka yoki kechki ovqatga borsangiz, o'zingiz to'lamoqchi bo'lsangiz ham, ular sizni mehmon qilishga tayyor turishadi va yo'q bo'ldi, o'tiraver deyishadi. Mehmon bo'lmasangiz ham, yaxshi tanish bo'lsangiz bas, biz to'laymiz deyishadi. Men bu yerga keldim, o'zimni juda qulay his qilyapman, oilam ham o'zini juda qulay his qilyapti. Ya'ni odamni ortga tortadigan nostalgiya yoki boshqa biror narsa bo'lmadi. Bizda moslashish davri, bilmadim. Qandaydir og'riqsiz o'tdi shekilli. Chunki asabga tegadigan hech narsa bo'lmadi. Bu asabga tegadi, yasholmayman. Qandaydir omillar borki, ular senga ta'sir qiladi va sen hamish nega men shu yerdaman, nega boshqa joyga ko'chib ketmasam ekan deb o'ylanib o'tirasan.
Balki men yoki oilam boshqalarga o'xshamasmiz, lekin bizga bu yerda juda qulay. Siz bu jamiyatga osonlikcha moslashib ketibsiz-da. Juda tez va juda oson. Menda Kiyevga nisbatan sog'inch bo'lmagan. Jumladan, u yerda do'stlar, yaqinlar, onam, ko'chmas mulk yoki yana boshqa narsalar borligi. Men hech qachon hammasini tashlab ortga qaytib ketishni xohlaganimni his qilmaganman. 22 yil fevralidan keyin ko'chib ketish haqidagi qaroringizni qanday qabul qilishdi? Go'yoki omadim kelgandek. Do'stlarim bilan ham gaplashdim. Uning aytishicha, Artyom, senga va oilangga rosa omad kulib boqibdi. 1 yil oldin Toshkentga kelib qolibsan-ku. O'sha paytdagi his-tuyg'ularim so'm haqida gapiradigan bo'lsam, vatanimda bo'layotgan voqealardan odam sifatida ich-ichimdan qo'rqqanman, albatta. Boshida xuddi chet eldagi boshqa odamlarga o'xshab, men ham doim aloqada edim. Doim onlayn bo'lib, tinimsiz yangiliklarni o'qir, xavotir olar va bunga hech qanday ta'sir ko'rsata olmasligimni tushunib turardim. Xullas, shunday bo'lgan. Ammo ikkinchisi, bu voqealardan oldin negadir shu yerga kelib qolganingiz. Buni bir so'z bilan ta'riflasa, omad. Omadim keldi deyish mumkin. Ko'chib kelganim, omad. Bu mamlakat meni qabul qilgani, omad. Shu yerda muloqot qilib ishlab yuribman. Bu yurt meni oilamni boqyapti. Bu yerda turli mamlakatlardan, turli millatlardan bo'lgan relokantlar bilan muloqot qilib, ularda qanday kayfiyatni kuzatyapsiz? Holatlar ham, odamlar ham mutlaqo har xil. Bitta andoza ajratib bo'lmaydi. Chunki mamlakatdan ketishga qaror qilgan odamning o'zi shu qadamni qo'ygani uchun kuchli inson ekani ayon va uning bu yerda qolib o'rnashib ketish ehtimoli yuqoriroq. Kelib yurtni yoqtirmaganlar ham bo'ldi. Yurt ularni itardi, ular ketishdi. Yoqqanlari ham bo'lgan, lekin shartnoma bo'yicha ketishdi. Bir kishiga Argentinada ish taklif qilishdi, u ketdi. Asosan esa bu yerga kelayotganlarning ko'pchiligi shu yurtga mehr qo'yishga tayyor. Ular ochiq qalb bilan kelishadi. Shunda O'zbekiston ham ularni qabul qiladi. Mening kanalim ham aynan shu haqda. Qadam tashlashdan, bu yerga kelishdan qo'rqmang, sizga yordam berishadi. Bu yerga ochiq qalb bilan keling. Qolganlarga kelsak, ularga bu yerda eng yoqadigan narsa ehtimol o'z vatanlarida bo'lmagan narsadir. Bu hammada bir xil. Birinchi navbatda bu ob-havo, chunki bu obyektiv holat. Keyin esa istalgan davlat idorasida mahalliy aholi bilan munosabatingiz va muloqotingiz. Pochtaga yoki poliklinikaga borsang, senga hamma doim yordam beradi. Yo'l yo'riq ko'rsatadi, muammoingni hal qilib beradi. Rossiyada tushlikda hamma band yoki u oynaga boring. Ya'ni odamlarning munosabatini shunchaki his qilib ko'rish kerak. Qara, odamlar ta'kidlaydigan yana bir muhim jihat, bu boshimiz uzra musaffo osmon. Chunki ko'pchilik aynan urush sababli o'z yurtini tark etyapti. Bu yerga kelgan odam bu yerda tinchlik va osoyishtalik hukm surishini, mamlakat mojarolardan xoli ekanini tushunadi. U qandaydir xavfsizlik poydevorini sezadi. Bu ham bu yerga ko'chib kelish uchun muhim omillardan biridir. Ko'chada bir necha bor odamlar yonimga kelib, "Valentin, kanalingizni ko'rib qoldik va aynan siz mamlakatni ko'rsatganingiz uchungina bu yerga ko'chib keldik" degan holatlar ko'p bo'lgan. Odamlar shunday deganda o'zingizni qanday his qilasiz? Bu borada men ham o'z vazifamni ado etayotganimni tushunaman. Chunki aytganimdek, bu qorong'i xonadagi ko'p eshiklarga o'xshaydi. Yevropa eshigi chaqnab turibdi, narida Amerika, to'g'rimi? Men esa ko'k, oq, yashil ranglarga bo'yalgan eshikning tepasida osilib turgan o'sha lampochkaman. U zo'rg'a ilinib turibdi, ammo o'chmasdan qaysarlik bilan yonishda davom etyapti. Odam esa bu qanaqa lampochka? Voy O'zbekiston. Bir kuni eshikni qiya ochib qarasa, ichkari issiq, odamlar bor ekan, azizim, o'tir ovqatlan deyishibdi. Voy bu. U yerga ko'chadi. Ya'ni men xuddi o'sha mayoqchadek bo'laman-da. Tanishlari ham ehtimol uning xotini bo'lgandir. Rilakantlar. Rilakantlar. Menga qo'ng'iroq qilishdi-da, so'rashyapti. Tushunyapsizmi, bu yerda vaziyat bunaqa. Qisqasi, uning erini oshga taklif qilishibdi. Oshga taklif qilishgan ekan. Men aytayapman, bu ajoyib-ku.
Bizda qo'shnilar, deyman, bir-birini taniydi, chaqirib turishadi. Albatta, fotoapparatni, videokamerani olinglar-da, boringlar. Nega endi bormas ekansizlar? Axir xotira bo'lib qoladi-ku. U bo'lsa aytyapti. Gap shundaki, biz bu odamning aytaylik, Qurbon aka kimligini bilmaymiz. Ayniqsa, uning uzatilayotgan qizini tanimasak, noqulay bo'lsa kerak-da. Aytyapman-ku, hammasi qulay. Qayta telefon qilib, pul to'lash kerakmikan deyishdi. Men aytyapman, hech narsa to'lash kerak emas, shunchaki boring, esdalik bo'lib qoladi. Shunday qilib, bir muncha vaqt o'tdi, keyin telefon qo'ng'irog'i bo'ldi. Soat kunduzgi 10 bo'lgandi. Kechirasiz, sizga savol bor deyishdi. Ha, eshitaman. Rezident bo'lmaganlarga tibbiy yordam sizlarda pullikmi yoki bepulmi deyishdi. Bizda tibbiy yordam hammaga bepul dedim. Erimning mazasi yo'q deyishdi. Xullas, tushundim. U yerda anavi echki, palov, bedana tuxumi o'zini ko'rsatibdi shekilli. Hozir bo'ldi, shoshmang. O'tib, uni mashinaga ortdim. Demak, klinikaga olib ketyapman. Klinikaga olib borib, unga aytyapman. Qara, agar biror nima bo'lsa, sen biznikisan, chilonzorliksan, har ehtimolga qarshida. Rad qilishlari mumkin. Shunda biznikisan, chilonzorliksan deysan. U bo'lsa, o'zing shu yerdanmisan, deyapti. Xullas, o'sha klinikaga yetib keldik. Bir hamshira yigitmi yoki shifokormi chiqdi. Men vaziyatni tushuntirdim, odamning mazasi yo'qligini aytdim. U bo'lsa, "O, mehmon, kiring, assalomu alaykum" dedi. "Yo'q, mehmon emasman." "Nega?" dedi u. "Chilonzorlikman" dedi. "Qanaqangi chilonzorliksan?" deydi. Sendaqalardan yana ikkitasi o'tiribdi. Xullas, oshning boshidan jilolmayapti. Bu yerda bir yigit bor edi. Ha, bizda bir yigit bo'lgandi. U kinoaktyor bo'lib chiqdi. Rostdan ham kinoaktyor ekan. Lekin tushunishimcha, u seriallarda, massovkalarda suratga tushar ekan. Shu yerda uning chodiri bor. Uyalmasangiz. Shu yerga chodir qurib tursam maylimi deydi. Xo'p, men bo'lsam, chodir qurib nima qilasiz? Mana karavot bor dedim. Siqib qo'ymay debdi. Xullas, har xil odamlar bo'lganda, taqdirlari har xil, kasblari har xil. Boshqa odamlar yordam berganingiz uchun pul taklif qilganmi? Ha, men prinsipial ravishda pul olmadim. Pul olmaganimga shukr. Men shunchaki so'zimda turdim. Menga bir paytlar yordam berishgan, juda jiddiy yordam berishgan. Men ham beminnat yordam berganman, chunki menga ham beminnat yordam berishgandi. Shunda o'zim uchun qaror qilganman. Men ham beminnat yordam beraman deb. Aytgancha, bir yolg'iz yigit aytib bergan voqealardan biri meni hayratda qoldirgandi. Aynan eng avjiga chiqqan uy-joy masalasi juda qiyin bo'lgan paytlar edi. U sim karta sotadigan joyga boribdi. Pasportini berib, sim karta olibdi. Keyin sotuvchi yigit bilan gaplashib ketishibdi. Nega bu voqeani eslaganimni aytsam, o'sha yigit rus tilini unchalik yaxshi bilmasdi. Lekin ular bir-birini tushunishdi. Sotuvchi nima bo'ldi, qayerdansan? Desa, u shunaqa vaziyat bo'lib, shu yerga kelib qoldim debdi. Muammo nimada? Desa, uy-joy debdi. Hozir xotinim bilan kelgandik. Turar joy topolmay, goh u yoqqa, goh bu yoqqa sarsaribmiz. Mehmonxonalarda ham joy yo'q, hammasi to'la. Nima qilishni bilmayapmiz debdi. Undan sim karta olayotganimda hayron qoldim. U kutib tur deb hammaga, qarindoshlariga telefon qildi-da, O'zbek mahallasida yashay olasanmi dedi. U bu nima debdi? Rayon debdi. Keyin uni qayerdandir, eski shahardanmi, o'sha taraflardan, mahalliy aholi orasidan topib beribdi. Ana o'sha yigit biz bilan birga nonushta qilib o'tirganimizda menga shularni aytib berdi. U aytishicha boshida, to'g'risi, mahalla degan narsa men uchun juda g'alati tuyulgandi. Keyin u yerga ko'chib kelsak, bir qo'shni kirib keldi. O'shanda esingizdami, juda qattiq sovuq qish bo'lgandi. O'sha qishda bizda gaz svetdan uzilishlar bo'layotgandi-da. Meni nima hayron qoldirganini aytsam, bir qo'shni kirib keldi-da, hech narsa demasdan, shunchaki "Ma" deb qo'limga bir narsa tutqazdi deydi. Bu nima deydi? Xullas, isitgich. Shunchaki ol deydi. Tushuntira olmaydi. Sovuq deydi. Xullas, isitgich. Isitgichni berib yubordi deydi.
Ikkinchisi. Keyin qo'shnilar xotinimni u yoq bu yoqqa chaqira boshladi. Lekin deydi, menga hammadan ko'p yoqqan narsa shundaki. Mana bu bolalar deydi, mahalladagi bolalar deydi, mening o'g'limni deydi. O'zlariga qo'shib olishibdi deydi. U bo'lsa kun bo'yi ular bilan goh futbol o'ynagan, goh anavi rezavor mevalarni. Bolani bemalol qo'yib yuborardim-da, umuman bemalol. Uning o'sha yerda o'ynayotganini bilardim. Shahar mahalliy bolalar kelib, "Styoypa chiqadimi?" deb o'zlaricha so'rashardi. Bizni qandaydir tushunishardi ham. Mana, bolalar mahallada, ko'chada bemalol yurisharkanda. Ha, endi bu bir qalbning mehr oqibatida bilasizmi? Xo'sh, ya'ni bu yerda shunday voqea bo'lganda aholi haddan tashqari ko'payib ketganda odamlar kelavergan, ularni qabul qilishgan, bolalarni ham oilalariga olishgan. Ya'ni bu aftidan genetik kodimizga singib ketgan. Odamlarda mana shu mehr oqibat bor. Boshqalarga hamdardlik bor. Menimcha, o'zbeklar xalq sifatida juda mehribon, ko'ngli ochiq. Kim bilan gaplashmay, hammasida qandaydir bir og'riq uyg'otaman. Go'yo hamma bu dardni men bilan tortmoqchidek. Endi bilmadim, negadir bu yerda menda u nima desam ekan o'zbeklasdim. Shu so'z bormi? Bor. Faqat qayergadir uchib mehmon bo'lmoqchiman. Uyga borib turish, qayerlargadir sayohat qilish, boshqa mamlakatlarni ko'rish, o'zga madaniyatlar bilan tanishish imkoniga ega bo'lishni istayman. Lekin bu yer menga o'z uyimdek bo'lib qolgan. Bu yer yaxshi. O'zbekiston shunday tezlikda obod bo'lib rivojlanyapti-da. Kelsak, esimda, men unaqa. Qahvangiz qayerda bor? Ketishga. U menga choy dedi. Qanaqa choy? Qahvami? Ishdan oldin kofe ichkim kelyapti. Yoki shunaqa nonushtaga palov deysanmi? Bu nima o'zi? Qanday bo'lishi mumkin? Oshku, bu. Men hech qachon ovqatni choy bilan ichmaganman. Sizlarda esa ichyapman. Nima ichasizlar? Hech narsa bilan ichmayman. Qanday? Bunday? Bu aynan sizning shunaqa odatingizmi? Yo'q, biz umuman bunday qilmaymiz. Yo'q, parallel ravishda biror narsa ichib yuradiganlar bor, lekin men hech qachon unaqa qilmaganman. Bilsangiz, ular shunchaki hayotimdagi tasodifiy odamlar, biz ular bilan oyda bir marta muolajalarda yoki shunga o'xshash joylarda ko'rishamiz. Xolos. Darya, hozir sizga osh yuboraman, osh pishirgandim deyshadi. Bu qanaqasi? Axir bizda bunday odat yo'q edi-ku. Bugun bir yaqin tanishim bilan gaplashdim-da, undan Maryam ishlar qalay deb so'radim. U bo'lsa pazandachilikni o'rganyapman dedi. Men, "O zo'rku, qachon tatib ko'ramiz" desam, u "Bugun kechqurun osh pishirdim, sizlarga ham olib boraman" dedi. Endi bilmadim u, bu mazaku, hammasidan qanday ketay? Vataningizni sog'inmaysizmi? Sog'inaman. Sog'inaman, lekin vaqti bilan. Har kuni doim sog'inaman degan narsa yo'q. Menda doim shunday bir tuyg'u bo'ladi. Men o'z mamlakatimni, xalqimni va oilamni juda yaxshi ko'raman. Sog'inamanda, men u yerga borganda o'zimni juda yaxshi his qilaman. Men uchun sog'inish bu o'sha yerda sodir bo'ladi yoki bo'lib o'tgan yoqimli lahzalarni eslash. Ya'ni yaqinda dadamnikiga borganimiz ham shunday. 60 ni nishonladik. Bu men uchun quvonchli voqea. Ya'ni u yerdan qaytayotganimdan qiynalmayman. Aksincha, u yerda vaqt o'tkazganimdan xursand bo'laman. Shunday imkonim bor edi. O'z hayotimga ketyapman. Men o'zim uchun uy hissini nimadaligini angladim. Kimdir ota-ona uyini tark etadi, kimdir o'z manziliga ko'chib o'tadi. Ular mening uyga qaytayotganimni bilishadi. Men uchun uyga qaytish, bu oilam bor joyga qaytishdir. Ya'ni men biror joyga yoki 4 devorga bog'lanib qolmaganman. Bu mening uyim. Mening uyim, bu oilam, rafiqam, farzandlarim va itim bor joy. Shu 5 yilda O'zbekistonni uyingizdek his qilyapsizmi?
Oilam shu yerda ekanini hisobga olsak, ha. O'zimni ayni vaqtda o'z o'rnimdaman deb his qilyapman. Ya'ni oilam shu yerda bo'lsa, ularga bu yerda yaxshi bo'lsa, men hamisha uyim, oilam bor joyda deyman. Shunday ekan. Ha, ayni damda bu mening uyim. Turmush o'rtog'im bilan bo'sh vaqt topilsa, shu yerda bizga yaxshi ekanini aytib turamiz. Mana Toshkentda deylik. Biz bu yerga kelib qolganimizdan omadimiz kelganini, shunday bo'lganidan va bizni qabul qilgan bu mamlakatdan minnatdor ekanimizni aytamiz. Har xil bo'ladi, a. To'g'risi kimnidir qattiq ta'qib qilishganini eshitmaganman. Bilmadim u. Lekin kelgan odamlarga yomon munosabatda bo'lishgani. Shuning oqibatida ular bu yerdan ko'chib ketishganini ham eshitmadim. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Shu vaqt ichida o'zbek tilini o'rganishni boshladingizmi? Yaxshi savol. Afsuski yo'q. Bu menga yarashmaydi. Lekin afsuski, na maishiy, na men ishlaydigan kasbiy darajada o'zbek tili menga kerak bo'lmadi. Boshida yigitlar bilan ishlaganimizda shunday holatlar bo'lganki, ular asosan o'zbek tili edi va o'zaro gaplashganlarda nima haqida gap ketayotganini, ya'ni kasbiy sohada, kontekstdan tushunardim. Keyin ular o'zbekcha gapirsa, men rushida javob berardim va biz go'yoki bir-birimizni tushunardik. Lekin o'zbekcha gapirishni yoki muloqot qilishni boshlagan holatim afsuski bo'lmagan. Siz ruscha yoki boshqa tilda gapira boshlasangiz odamlar buni qabul qilmay, yo'q, biz seni tushunmayapmiz. O'zbekcha gapir degan holatlar ham bo'lmaydi. Duch kelmaganman. Balki kimdir duch kelgandir. Men esa xayriyatki yo'q. Ko'chib kelgan odamlardan eshitgan biror kulgili yoki qayg'uliroq voqeangiz bormi? Ha, juda ham qiziq bir voqea bor. Bir rossiyalik yigit qishda, aniqrog'i fevral oyida Toshkentga kelgan. Uning puli bo'lmagan, faqat chodiri va uxlaydigan qopi bor edi. U Toshkent chekkasida tunar, chodirini to'g'ri qorning ustiga tikib, o'sha yerda tunab qolardi. U 2 haftacha shunday yashadi. U nima qilishni, muammoni qanday yechishni, qayoqqa yurishni bilmasdi. U payt Telegram chatim yo'q, lekin nonushta chati bor edi. Ya'ni u o'sha yerga borganida uni nonushta bilan mehmon qilishdi, hisobini ham to'lab, qanday hujjatlarni rasmiylashtirish kerakligini aytib yuborishdi. Birorta vaqtinchalik ish, qandaydir qo'shimcha daromad ham topib berishdi. Lekin eng qizig'i, u yelkasida ryukzak bilan kelgan. Nega ryukzak bilan yuribsan? Deyishsa, men anavi yerda yashayman degan. Hamma mayli dedi. Kunlarning birida uni militsiya topib olibdi. Uni bo'limga olib borishibdi. Bo'limda unga ovqat berishibdi. Qanday yashayapsan deyishdi. Puli hech narsasi yo'qligini bilishdi. Uni ovqatlantirib deyishdi. Omborchamiz bor, shu yerda yasha. Muammolaring hal bo'lguncha biznikida yasha. Choy-poy hammasini beramiz. Palov ham olib kelib turamiz. Bichora bundan qattiq hayratda qolgan. Bu chamamda eng yorqin misol bo'lsa kerak. Asosan bu yerga kelgan odamlarda biroz yashagach, moslashish jarayoni oson kechadimi yoki qiyinmi? Men a'lo darajada moslashdim. Men o'zbek kompaniyasiga ishga kirdim. U yerda qozoq, koreys, belarus va qolganlari o'zbeklar edi. Va ular menga O'zbekistonda qanday yashash kerakligini o'rgata boshlashdi. Pochtaga qanday borib, xat yoki posilka jo'natish va qabul qilish kerak. Bu yerda hammasi sal boshqacha ekan. Menga tilni ham, o'zlarining qandaydir odatlarini ham o'rgata boshlashdi. Masalan, bir kuni ular bo'ldi, dafn marosimiga ketdik deyishdi. Qanaqa janozaga deyman. Men bu odamni tanimasdim ham. Yo'q, butun ofis ketyapmiz. Bilsang, agar bir kishining qarindoshi vafot etsa, uni mana shunday kuzatib qo'yish odat ekan. Butun kompaniya uning dafn marosimiga borar ekan. Ya'ni nima qabul qilingani va qilinmaganini aytishdi. Bu yerda axloq me'yorlari butunlay boshqacha ekan. Qandaydir bir muhitga tushib, odamlar bilan muloqot qilsangiz, bozorga borib, ular bilan gaplashsangiz, shunchaki kelib o'tirgandan ko'ra osonroq moslashasiz. Masalan, aytishniklarga moslashish asosan qiyin kechadi.
U keladi, uyda kompyuterda o'tiradi, faqat do'konga chiqadi, go'yo hech kim bilan gaplashmaydi. Ko'rmas. Ha, o'zbeklar bilan aloqasi yo'qdek. Va shuning uchun balki ayrimlar ko'nika olmaganidan, bu mentalitetni tushuna olmaganidan ortga qaytib ketadi va ma'lum bir pallada ularga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Men doim aytganimdek, agar ochiq yurak bilan yursang, odamlar bilan suhbatlashsang, ular bilan muloqot qilishdan qo'rqmasang, ular aksincha senga moslashishingda yordam beradi. Toshkentdagi jamoam menga juda ko'p yordam berdi. Ular butun blogim va YouTube kanalimning harakat vektorini belgilab bergan ma'lumotlarning aynan 80% berishdi. Balki kimdir o'zbek tilini o'rganishga harakat qilayotgandir. Balki bir-biriga yordam berayotgandir. Kurslarmi? Kimdir kurslarga borib o'rganadi, kimdir ish joyida tajriba orttirib o'rganadi. Bizda Telegram chatimiz negizida minimal darajada bepul kurslar tashkil etish g'oyasi bor. Ya'ni u yerda qandaydir arzimas to'lov bo'ladi. Masalan, xona ijarasi uchun tiyinlab to'lash yoki o'sha yerda dars berish uchun ozgina haq olish mumkin. Bizda o'zbek tili kursini ochish g'oyasi ishlab chiqilmoqda. Albatta, o'zga yurtda til bilish shart. Bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Agar kimga yordamim tekkan bo'lsa, shu sababli kimdir o'z hayotini yo'lga qo'yib olgan bo'lsa, men bundan faqat xursand bo'laman. Faqat xursandman. Ishoning, dastlabki kunlarda, ilk oylarda yordam berganlar ancha ko'p edi. Juda ham ko'p edi. Ochig'ini aytsam, mendan ham ko'proq ish qilgan odamlar bo'lgan. Ular bu haqda gapirib yurishmaydi. Bizning an'analarimiz, urf-odatlarimiz va e'tiqodimizga ko'ra chap qo'l qilgan ishni o'ng qo'l bilmasin. O'ng qo'l qilgan ishni chap qo'l bilmasin degan gap bor-ku. Ana o'shalar buni ko'z-ko'z qilishmaydi. Chin dildan beg'araz yordam berishgan. Eng muhimi, yaxshilik doim qaytadi. Ishoning, buni o'z tanamda his qilganman. Xuddi qilgan yovuzligingiz bumerang bo'lib qaytganidek. Agar inson Xudo oldida tavba qilmasa, albatta qaytadi. Yaxshilik ham. Agar u beg'araz, chin insoniylik yuzasidan qilingan bo'lsa, shunchaki qilingan bo'lsa ham, albatta qaytadi. Agar hozir o'tmishda siz bilan birga bo'lgan barcha insonlarga bir nima deyish imkoningiz bo'lganida, nima degan bo'lardingiz? Men ularga shunday degan bo'lardim. Do'stlar, baxtli bo'linglar. Hayot bir marta beriladi. Agar hayotda sizga kimdir yordam bergan bo'lsa, siz ham qiyin ahvolga tushib qolgan kimgadir yordam berishga harakat qiling. Buni shunchaki emas, balki beg'araz qiling. Shunda uning savobi ancha ko'p bo'ladi. Ishonavering, savobi ancha ko'p bo'ladi. Eng muhimi, buni 10-marta aytayotgandirman, qalbingizni oching. Men zo'rman, mutaxassisman, siz oddiy o'zbeksiz deb kelmang. Hech qachon. Qurilishda o'zimdan yoshu mendan tajribaliroq bo'lgan o'zbeklarni uchratganman. Shunaqalari bor. U yana dasturlashni va kamida 3 ta tilni ham bilarkan. Vah, dedim. Bitta misolda, sen birovdan zo'roq bo'la olmaysan. Shu bois barcha shuhratparastlikni bir chetga surib ochiq qalb bilan kelsang, O'zbekiston ham senga o'z quchog'ini ochadi. Agar shunday qilmasang, u senga ochilmaydi. Bu yerda seni qabul qilishmaydi. Ya'ni, eng muhimi, birinchidan ochiq qalb bilan kelish. Ikkinchidan, imkon qadar til o'rganish. Kerakmi yo'qmi, ziyoni tegmaydi. Baribir yordami tegadi. Hech bo'lmasa odamlar gapini tushunasan. Ukrainaga boshqa hech qachon qaytmasligingiz mumkinligini tan olasizmi? Ha, tan olaman. Nima his qilyapsiz? Menda afsuslanish hissi yo'q. Afsuski yoki xayriyat. Men bu yerda juda uzoq yashashim mumkinligini taxmin qilyapman. Balki oilam ham umrining oxirigacha shu yerda qolar. Nega endi yo'q? Men buni imkoniyat, hatto imkonsizlikdek qabul qilaman. Men buni voqelik sifatida qabul qilaman. Shunchaki bir borliqdekmi? Ha, bu shunday borliqki, sen bundan shunchaki rohatlanib, uni qabul qilishing mumkin. Xo'sh, nimadan afsuslanish kerak? Men bu yerda o'zimni juda qulay his qilyapman. Balki endi hech qachon Ukrainada yashamasligingiz ehtimolini tan olasizmi?
ayni damda muhim masala bo'lmagan narsalar haqida o'ylamaslikka harakat qilaman. Qachonlardir bu haqda o'ylaganman va umuman olganda, men u yerda endi yashamasam kerak deb o'ylayman. Va so'nggisi, eng muhimi nima? Har kimga nima muhimroq ekanligiga qarab. Men oilam bilanman. Shuning uchun oilamda hammasi joyida bo'lishi men uchun muhim. Shuningdek, har birimizning shaxsiy va oila sifatidagi rejalarimiz amalga oshishi ham. Shu nazarimda eng asosiysi. Oila. Agar qandaydir ichki tuyg'ular haqida gapiradigan bo'lsak, bu oddiy, jon narsalardan xursand bo'la olishdir. Masalan, bugun ob-havo ajoyib. Mana bugun haqiqatan ham ajoyib-ku. Sovuq bo'lardi. Quyosh ham chiqdi. Bo'ldi. Siz tinglagan hikoyalar turlicha, biroq ularning barchasida mushtarak bir jihat bor. Bir vaqtlar begona yurtga kelib qolgan insonlar bu yerda nafaqat qiyinchiliklarga, balki mehr-oqibat, mehmondo'stlik va yordam qo'lini cho'zishga tayyor kishilarga ham duch kelishdi. Ko'rishguncha.